Marg'ilon shahridagi bir xonada Marg'iloniy nomli mahallada milliy bosh kiyim, do'ppi tikishni bilmaydigan ayolni uchratmaysiz. Keksa-yu yosh bu hunarga birdek qiziqadi. Mavluda opa Aripova ushbu mahallaga kelin bo'lib tushgan. U 4 nafar farzandlarning onasi. Bundan 22 yil avval bolalari tarbiyasi bilan birga uydan ajralmagan holda oilasiga qo'shimcha daromad kiritishni maqsad qildi. Shu yo'lda u do'ppichi hunarmandga shogird tushdi. Mustaqil ish boshlagan paytida esa atiga 20 dona do'ppining xom ashyosi uchungina mablag'i bor edi. Shu 32 ming 30 ming bilan boshlaganman. Shu jicha qilsam, ashundan ishim bitgan. Chiroyli ustuvoshlar, chiroyli o'quv qurollari, u mahallada hammani talabi hozir ham bor, o'sha mahalda talabiga yetkazib berishni boshlaganimdan qilay ekanda, yaxshi ekan shu ishni qilsam, ham uyda ekanman, ham bolalarimning ehtiyojlari bo'lar ekan, ham o'zim ham ko'nglim taskin topib, shu sabab bo'lgan. Mana shu bolalarim uchun, oilam uchun, ro'zg'or uchun boshlaganman. Do'ppichilik sir asrorlarini to'liq o'zlashtirish uchun Mavluda opaga bir necha ustozlar kerak bo'ldi. U charchamadi, erinmadi, o'rgandi. Juda buning ishi ko'p. Hali undan uni o'rgandim, bundan buni o'rgandim. Mijozlarimizga qanaqasi yoqishini o'rgandim. Gullari har xil. Birov uni xohlaydi, birov buni xohlaydi, birov razmerini katta xohlaydi, birov kichkina xohlaydi. Toshkentga chiqarsak katta ishlarni xohlashadi, Beshikka desa kichkina ishlar. Hammasini ish qilib, mana shu yil davom hozirgacha vaqt kelsa o'rganaman. Bir qarashda oddiy tuyulgan bu hunar aslida sabr va mashaqqat talab qiladi. Chunki do'ppi to'liq qo'l mehnati bilan tikiladi va bitta do'ppi undan ortiq jarayondan o'tadi. Birinchi jarayoni gul bosishdan boshlanadi. Yoshi katta onalar, kelinlar, uyda o'tirgan ayollar asosan tikishadi buni. Undan keyin olib biz chiroylilab, razmerlab, quloqlarini tayyorlab, tepalari tayyorlashga yana bitta ishchim bor. U kishiga beraman. Ular tayyorlashadi. Undan keyin bir-biriga qo'shish jarayonlari bor, tepchish jarayonlari bor, yelimlash jarayonlari bor, dazmollash jarayonlari bor. Ularda hammasi birma-bir qo'ldan chiqadi. O'rganadiganlarga o'rgatdim. Kelinlarim, qizlarim bor, o'rtoqlarimning qizlariga, qo'ni-qo'shnilarga, jiyanlarim, o'zimning yangi kelinlarim, hammalari uylarida hozir qilishyapti. Uylarida bor ishlari. Bugun Mavluda opa kasanachilik asosida o'zi yashaydigan mahalla va unga yondosh hududlarda istiqomat qiluvchi ayollarni ushbu hunar orqali band qilib kelmoqda. 50 tadan oshiq ishchim bor. Ular har xil yoshda. Yoshi katta onaxonlar bor, nogiron onaxonlarimiz bor. Ularga yetkazib o'zim olib borib beraman. Duo qilishadi, rosa xursand bo'lishadi. Xohlagan ranglariga iplari qolmasa telefon qilishadi. Bunaqalar olib kelib bering. Ularni ham yetkazib beraman. Yosh kelinlar bor, bolalilar bor. Ularnikini ham o'zim olib borib yetkazib beraman. Bitta deganda borib olib kelaman. Undan olib kelgandan keyin bitta ishchim bor, qo'shadi bir-biriga chiroylilab. Uni uydagilar ham qiladi. Bitta o'z shogirdlarim, uyga ham keladiganlarim bor. Hunarmand uchun asosiy mavsum qish oxiri va erta bahor oylariga to'g'ri keladi. Kuz faslida ham ish qizg'in. Aslida esa bu xonadonda yilning 4 fasli, 12 oy davomida mehnat to'xtamaydi. Mavsumimiz fevral-mart oyi mavsumimiz. Mavsumda kam 30 mingta. Bo'lmasam, shu 2 oy ichida bo'lmasa 50 mingta ish chiqarib yorishimiz kerak. 6-martgacha bo'ladi. Sentyabrda bo'ladi. Sentyabrda 1 oy bo'ladi. Unda ham shunaqa 10 mingta, 20 mingta tayyor mahsulotimizni chiqaramiz. Endi undan tashqari boshqa oylarimizda haftasiga 500 ta, 1000 ta to'xtamaymizda. Marg'ilon ayollari tomonidan tikilayotgan iroqiy do'ppilar bugun nafaqat yurtimizning barcha viloyatlariga, balki qo'shni davlatlarga ham yetkazib berilmoqda. Daromad esa qilingan mehnatga yarasha. Barakasi bor. Juda ham buni biz bilganmiz. Hayotimiz davomida juda katta ishlarga bosh bo'lgan, juda yaxshi foyda ko'rganmiz. Mavsumimizda ham rosa ham yaxshi bo'ladi. Harakat qilib 300 milliongacha foyda ko'ramiz bir oyda. Buni harakat qilsangiz undan ham ko'p ko'rasiz. Nimagaki so'rovi ko'p, juda ham buyurtmasi ko'p. Mana shu Tojikiston, Qirg'iziston olyapti. Hozir o'zimizni O'zbekistonda respublikamizni hamma viloyatlariga chiqaryapmiz. Xorazmga ham chiqaramiz, Buxoroga ham chiqaramiz. Mavsumdan tashqari haftasiga 800 ta mingta chiqaramiz. Uni daromadi endi bir oyligini hisoblasangiz o'sha 30 million, 40 million bo'ladi.
Hunar o'rganib, oilaviy daromadni oshirish istagidagi xotin-qizlar bandligini ta'minlashda Mavluda opaning o'ziga xos tashabbusi bor. U o'quv kurslari tashkil etib, 2025-yilda 400 nafarga yaqin marg'ilonlik ayolga o'z hunarini o'rgatdi. Ularni ayrimlarini kasanachilik asosida ish bilan ta'minlagan bo'lsa, boshqalari mustaqil ravishda hunarmandchilik bilan shug'ullanib kelmoqda. Uyda o'tirib daromad topish istagini bildirgan ayollarimiz ko'pligi sababli mana shu do'ppichilik yo'nalishini ham 2025-yilda ochib, bularga o'sha tadbirkorlik markazi tomonidan o'qitgan ayolimizga ish haqi to'lab berildi. Marg'ilon shahrida 2025-yilda 986 nafar ayollarimiz, ayniqsa ayollar daftarida ro'yxatga olingan ayollarimiz mana shu tikuvchilik, do'ppichilik hamda pishiriq bo'yicha o'qitilib, sertifikat olishdi hamda bularga imtiyozli kreditlar ham ajratildi hamda ular o'zini o'zi band qildi. 6 oy davomida o'qitdim. Endi ular ham qiziqib, o'rganib, tikib boshlayotganlari bor. Oq bosib, uylarida o'sha bergan ishlarimni qilib o'tirganlari ham bor. Endi kelajakda yana davom ettirib hammasini bilib olib, men ham shunaqa ish qilaman deb harakat qilib kelayotganlari ham bor. Bir paytlar atiga 20 dona, do'ppiga yetgudek mablag' bilan boshlangan orzu bugun yuzlab ayollarning umidiga aylandi. Mavluda opaning qo'lidagi do'ppi faqat milliy bosh kiyim emas, u sabr, mehnat va ayol matonatining timsoli.